Xayrli kun o'quvchilar. Bugungi mening master-klass sizga qiziqli ham foydali bo'lar deb umidlanim. Bor bizga da o'ngishlar tilayman. Bugungi darsda biz sizning bilan qumdan rasm yasayashaqmiz. Narsa so'ng ul qum? Ul nindi o'zliklarga ega? Nishik onun bilan ish etarga? Jir qobig'ining ustki ulushlarida uchray turgan qoti minerallarning voqqina birtiklari qum deb ataladi. Tabiiy qum turli minerallar kirgan köpşek birtiklari qatnashmasından tura. Tercümeleri Rus tilinde ol pisok, İngiliz tilinde sanch deb ataladi. İşimizni boshlaymiz. Buning uchun bizga A4 formatidagi qog'oz, ilgi, tusli ham oddiy qum, jilim, ham endi pumala kerak bo'lacak. Birinchi ish etib, biz o'zimizning ilgini hozirlaymiz. Ilgi ilgida piramida yasalgan. Piramida ul burungi Misr fir'avnlarining qabrlari üstüne tuzilgan. Şul formadaga g'oyat zo'r tosh qurilma. Bu turda biz sizning bilan Issishulda darsida endi tanishib ketgan edik. Olg'a taban biz sizning bilan ilgini olamiz. Ham jilimni qo'lga olib, ilgining qiriylarin, konturlarini yirtib chiqamiz. Jilimni iplabgina zo'r piramida qiriylarini yirtuvdan boshlaymiz. Ortdagi ikki kichkina piramidani ham piramida ishidagi shavlalarni tusli qumlar orasidan qora qumni soylab olamiz. Ham piramida qiriylarina ali yana jilim silagan ulushga qora qumni sibib chiqamiz. Qiriylarga chiquvdan qo'rqmaymiz. Qirida qolgan qumni pumala yordamida jilimga taba etib kiritirga mumkin. Hozir o'quvchilar biz sizning bilan ortiq bo'lgan qumni shista A4 formatına qo'yib tushiramiz. Mana bizning piramidamizning sho'shilishi hazır. Hozir biz ikkinchi ish etib quyoshni belgilab chiqamiz. Shulay jilim bilan quyoshning qirilarini yirtamiz. Quyoshning qiriyin biz yashil sari tus bilan yirtamiz. O'rtaliq bo'sh qolmasin uchun biz quyoshni tugul butun jirindagi jilim bilan qoplay olamiz. Lekin qirilarga chiqmaymiz. Pumala yordamida jilimni tegizlaymiz. Olg'a taba sari qumni olamiz. Ham quyosh yasalgan yerga sibamiz. Shulay ortiq qumni biz sizning bilan hozir chista qog'oz betini qo'yib tushiramiz. Bu yolmay qolgan ulushlarga yanadan jilim tidirib, qiriy nuqtalarini da biz sizning bilan ishlab bitiramiz. Olg'a toba rasmda bulutlar ham ko'k yuzilishi qoldi. Jilim bilan motor etib bulutlar qiriyini ishlaymiz. Ham bulutlar ulushini zangar suv qumlarini sibamiz. Bulutlarimiz nishik kelib chiqqanini bilir uchun bizga ortiq qumni qo'yib tushirishga kerak. Bizning rasmimiz hazır. Bugun biz sizning bilan tusli qumdan rasm yasarga o'rgandik. Mening darsim sizga qiziqli ham foydali bo'lgandir deb umidlanim. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'ling o'quvchilar.